Assalomu alaykum do'stlar. Bugun bizga choynak qopqon asoschisi Sherzod Jalolov tashrif buyurdilar. Sizlarda tishlarda bezovtalik borligi va tishlarni to'liq restavratsiya bo'yicha bizga murojaat qildilar. To'liq davolash va keyingi etaplarini bizning sahifada kuzatib qoling. Bizga birga kompyuter tomografiya keldik. Men o'zi skachat qilib hammasini ko'rib bo'lganini chiqdim. Bizda mana shu yerda kista bor. Kista gamerov bo'shlig'iga ketyapti. Mana bu yerda qalin oq suyini qalin plastinkasi bor, silliq qavat bor. Shuning uchun pazuxa bo'm-bo'sh bo'lgani uchun qolgan hamma tishlaringiz sog'lom bizga saqlab kelishga harakat qilamiz. Va'da beramiz, sen kelmaysiz. Harakat qilamiz, siz mana kelishim kerak ekan. Zikr bo'ladi. Qorin to'g'rimi? Suv ichib oldim. Boradigan joylarimni bosib keldim. Bugun sizni tasarrufingizdaman. Yaxshi, bo'ldi.